Assalomu alaykum tunikafonchi ustakalar. Mana navbatdagi qaychilarimiz tayyor bo'ldi. Buni Tojikiston davlati Xo'jandi Ash degan joyga yasab berdik. Asht shaharchasimi o'sha joyga. Hozir xudo xolasa buni kesishlarini ko'rsatib obzor qilib o'tamiz. Mana universal qaychimiz ham tayyor. Nasatkasi 6 ta. Hammasi suriladi, olinadi, qo'yiladi. Buni bunaqa razmer o'zgaradigan nimaga moslamasi bor. 5 ga 2,5, 5 ga 5 ga qo'yib ishlatsa bo'ladi. Bu yoq 5 ga 5 oladi, bu yoq 90. Bu yoq 45, orasi 7, bu yoq 90. Bu ham shunaqa. Bunisi 11 ga 11 rasxoddan chiqadi, u yoq 5 ga 5. Bu ham shunaqa. Adamlar ko'p qo'ydi. 11 ga 11 rasxoddan chiqadi. Oyog'i 2,5 ga 2. Bunisini kesib qo'ydik. Kesishlari zo'r, xudo xolasa uyaltirmaydi. Bunisi 45ligimiz. 45likda kesib ko'rsatamiz. Kesishlari zo'r, qilov qaytarmaydi, chaynamaydi. Bunisi 90. 90imiz o'ta yumshoq, sariyog'dek kesadi. Hop, bu yoqda 5 ga 5 oladigani. O'ta yumshoq kesadi. Bu yoq 90. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tuman. Telefon nomerimizni qoldiramiz. WhatsAppda, Telegramda yozaverasizlar.